Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Prezidenti UNICEF bilan sermahsul sheriklikni yuksak baholadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27-may kuni mamlakatimizda tashrif bilan bo'lib turgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar jamg'armasi UNICEF ijrochi direktori Ketrin Rasselni qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimidagi ushbu yetakchi ixtisoslashgan institut bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv avvalida UNICEF rahbari O'zbekiston yetakchisiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning samimiy salomini yetkazdi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijalariga yuqori baho berilib, bolalar huquqlarini ta'minlash va imkoniyatlarini kengaytirish sohasidagi milliy dastur qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston va UNICEF o'rtasidagi hamkorlik keyingi yillarda yuksak darajaga chiqqani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Tashkilot ko'magida mamlakatimizda bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qonun, aholini ijtimoiy himoya qilish va bolalar onkologiyasiga qarshi kurashish sohasida strategik hujjatlar qabul qilindi. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish va vaksina tizimini rivojlantirishga ko'maklashildi. Qonunchilikni takomillashtirish, bolalarni parvarish qilish va qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlarini joriy etish, ijtimoiy xizmat va kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish va ularning sifatini yaxshilash, milliy standartlarni ishlab chiqish, ijtimoiy sug'urtani kengaytirish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish va boshqa ustuvor yo'nalishlarda qo'shma chora-tadbirlarni amalga oshirish muhimligi qayd etildi. 2030-yilgacha mo'ljallangan yangi mamlakat dasturini qabul qilish, shuningdek, bolalar huquqlarini himoya qilish va manfaatlarini ilgari surish masalalari bo'yicha qator xalqaro tadbirlarni birgalikda o'tkazishga kelishib olindi.